300 ming 400 ming расход qilib razrabotka 100 ming operatsionga расход qilasizda, bu proyekt yurmaydi. Aksariyat kompaniyalarda startap loyihalar, boshqa narsa qiladigan kompaniyalar, частный kompaniyalarda xato qiladi. Nimada? O'zida shtatida komandasi bor. Shtatidagi komandasining urovini bilmaydi. Komandani yangi yig'adi. Komandani yangi yig'gandan keyin qanaqadir loyiha qilish kerak bo'ladi. Aytaylik, ideyasi bor. Yangi komanda yo'q. Ularda interes yo'q-da, u komandada. Interes bo'lmagandan keyin siz kompaniya ishonasiz, shu vakillaringizga ishonasiz, ularga pul ajratib beraverasiz, ular razrabotka qiladi. Aslida bu narsani tayyorni sotib olib ham qilsa bo'lardi o'zi aslida. Yoki mana 4 ta narsani sotib olib turib birlashtirsa bo'lardi. Sizga bu 300 ming 400 ming dollar расход qilib qo'yasiz, sizda 500 ming dollar plyus bor-da o'zi bu proyekt uchun. 300 ming 400 ming расход qilib razrabotka 100 ming operatsionga расход qilasizda, bu proyekt yurmaydi. Outsource kompaniyalarda men endi o'zimizda aytaman, biz idealniy arzon yechim beramiz. Masalan, klientlarimiz bor, katta platforma xohlaydi, lekin bizning zararimizga bo'lsa ham mana bu narsani tayyorini sotib olamiz. Tayyori mana masalan mana bu narsa 1000 dollar turadi, bu 10 ming, bu 7 ming turadi. Biz tayyorini olamizda, senga yig'ib beramizda, shu tayyorni yig'ganing senga ancha arzonga tushadi deb aytamiz. Biz bu yerda mayli foyda qilmasak ham, долгосрочный отношениyaga qaraymiz. U odamlar bilan ishlash jarayonimizda hamma kam kostini aytamiz.